Assalomu alaykum. Bugun bir turdagi mahsulotdan Uzum marketda 15 million foyda ko'rish mumkinmi yoki bu realniy emasmi, ya'ni haqiqat emasmi, shuni ko'ramiz. Bizda ushbu mahsulot mavjud. Ushbu mahsulot ko'rib turganingizdek bu analiz sayti hisoblanadi. Bizda 30 kunlik, 90 kunlik va 1 yillik sotuvlari bemalol hisobini, analitikasini qilish mumkin ushbu sayt orqali. Va ushbu sayt nomi Dadada hisoblanadi. Va bizda mana bu turdagi pijama keltirilgan va ushbu turdagi pijamani ko'rishinglar mumkin. Bu pijama oyiga 62 milliondan oshiq savdo qilgan. Oyiga 491 ta sotgan degani bu. Va bizda pastdan ochadigan. Endi buni biz qancha foyda qilayotganligini taxminiy hisoblashimiz mumkin. Buni hozir ko'rsataman. 1688 saytida buni narxi 17 yuan edi. Demak, kiramiz 17 o'zini narxi 17 yuan va bizda kurs hozir o'rtacha 1750 dan bo'lyapti. 9750 so'm. Hop, kargosini hisoblashimiz kerak. Asosiysi kargosi. Bu mahsulot taxminan 450 grammlar edi. 450 grammni 0.5 deb olaman. Kargosi $2 dan tushadi. $2 ga ko'paytirsak, bizda $0.9 chiqadi kargosi. Va bizda endi so'mda bu 0.9 ni ko'paytiramiz. Kursimiz hozir 12 ming. 10.800 so'm. Endi nima qilamiz? Ikkalasini qo'shamiz, shunda tan narxi kelib chiqadi. 29750 so'm qo'shilgan 10.800 so'm. 40.550 so'm chiqar ekan. Endi tan narxi qanchaga aylanishini bildik. Endi bizga unit iqtisodiyot jadvali kerak bo'ladi. Va bu mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Tovarni nomini yozamiz. Hozir biz pijamani ko'rib chiqyapmiz. Sotib olish narxi 40.550 so'm. Qadoqlashga taxminan 1000 so'm yoki 1,5 ming общий xarajatlarimiz ketadi qadoqlash, yetkazib berishga. Xo'p, uzumda sotish narxi. Demak, bizda hozir ko'ramiz uzumda narxi nech pul ekan. Uzumda 109 mingdan sotayotgan ekan. Komissiya 23% bu turdagi mahsulotlarga, logistika esa 8 ming. Chunki hajmi taxlangan ko'rinishda kelgani uchun nisbatan kattaroq, o'shaning uchun 8 ming oladi. Demak, ko'rishinglar mumkin. Bu yerda soliqni qaranglar. Soliq 4% degan, lekin soliqni 3% dan to'laydi ko'pchilik. Va 30.610 so'm. Siz bitta tovarga 42 ming pul tikasiz va 30 ming foyda ko'rasiz. Toza foyda bu. Soliq chiqib ketgan uning ichidan logistikasi chiqib ketgan va uzum komissiyasi chiqib ketgan holatda sizning foydangiz 30.610 so'm bo'ladi. Ya'ni 73% marja. Bu juda ham zo'r ko'rsatkich. Endi biz bitta sotilgan nechta sotilgan? 490 bitta sotilgan ekan. Taxminan 490 bittadan 15 millionlar foyda bo'lsa kerak. Mana 15 million, rovno 15 million so'm toza foyda qilgan ushbu mahsulotni sotib 15 million mana bu yerda pijamada 15 million toza foyda ko'rish uchun siz 20.600 so'm pul tikishingiz kerak. Boshdan sразу tikib olmaysiz. 17 yuanni 490 ta 500 ta ursangiz, demak taxminan 8,5 ming yuan olasiz. U tovar kelgandan keyin kargosini to'laysiz. Ya'ni birdaniga 20 millionni tikib olasiz degani emas-da. Shu summani yarmiga zakaz urasiz. Kelgandan keyin qolganini kargosiga to'laysiz.